Assalomu alaykum, hurmatli gul sevuvchi opa-singillar. Kanalimga xush kelibsiz. Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Ko'rib turganinglardek, bugun sizlar bilan mana shu dollar gulimni ajratib ekib olamiz. Ko'pchilik денежный дерево deyishadi, o'zimiz tilda dollar gul deyishadi, pul chaqiruvchi gulam deyishadi. Xullas, juda ham ism ko'p. Tolstyanka deyishadi. Shu gulni ajratib ekamiz. Tanasi bitta, tepasini o'stirmoqchiman. Tanasidan emas, tanasi bitta bo'lib turadi. Ona bo'lib, tanasi mana bunaqa detkachalarni tagida qoldirmoqchiman. Addenni qilib olganimni. Tanasi qalin, tepasida juda ham ko'p bargchalari svej bo'lib turadigan shakl berib o'stirmoqchiman. Undan tashqari mana juda ham gulim ko'p deya olmayman, ozroqgina bor. Murskoy счастье, erkak vaqti deyishadi. Uni ham yaqindan ajratib ekib olganman. Yaxshi turpoqqa, holati juda ham yaxshi. O'rtadan e'tibor qiladigan bo'lsalaring, bargcha chiqaryapti mana bu yerdan. Bargchasini chiqaryapti. U tarafda mana shu onasi, shundan ajratib olganman. Undan tashqari mana bu yerda ham detkachalari bor, ajratib olganman. Mana bu kitayskiy roza, o'zimiz tilda gibiskus guli deyiladi. Bu dekabrist gul. Fiyalkachalarim, fiyalka gullarim. Men o'zi asli gulchi emasman, hech qanaqa tajribam ham yo'q gul sohasida, lekin gullar yaxshi ko'raman juda ham. Shu uchun o'zimni bor bilimim bilan sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Biz hozirgi paytda Rossiya Federatsiyasi Sankt-Peterburgda yashaymiz. Gullarni ko'pincha joyini o'zgartirsa ham, hattoki u tokchadan bu tokchaga olib qo'ysa ham juda ham stressga tushadi. Bizda yaqinda shunaqa narsa bo'ldi. O'zi aslida bu dollar gulim juda ham zo'r o'sib kelayotgan edi. Barglari katta edi. Ko'chib kelganimizdan keyin boshqa kvartiraga barglarini tashlab yubordi. O'rnidan kesib tashlaganman. Cho'p bo'lib qolgan edi. Mana bunaqa ko'rib turgan bo'lsalaring, juda ham xunuk bo'lib. Shularni lishnilarini kesib tashlaganman. Mana bunday chiroyli qilib detkachada chiqarib qo'ygan, lekin baribir ham o'sishi pastroq. Shuning uchun ajratib ko'rmoqchiman. Tagida juda ham ko'p. Katta tuvakda ham tuvagi ham og'irroq, menimcha. Tagida bitta bunaqa tuvaklarning tagida bitta teshik bo'ladi. Lekin gullarda ko'proq bo'lishi kerak. Shu uchun tuvagini ham ajratmoqchiman. Mana bu prozrachniy tuvaklar eng yaxshisi. Ko'rib turasiz, qanaqa o'zgaryapti. Ham xohlaganingizcha o'zingiz teshib qo'yishingiz mumkin tagini. Ko'ramiz. Tuvak topa olsam qarab ko'rishim kerak. Prozrachniy bo'lmasa kichikroq tuvakka ekib ko'rmoqchiman. Xo'p, boshladik. Mana bu bargchasi, o'sha barg to'kib yuborgan stress bo'lgan payti mana shu yerda bitta bargchasi tushib qolgan. Ko'rib turganlaringdek, mana bu yerdan shu barga turgan joyda ko'kardi. Detkacha berib, juda ham chiroyli. Astagina buni hozir olamiz отдельно. Xudo xolasa bu gullarimni O'zbekistonga olib ketmoqchiman. Nasib qilgan bo'lsa, aeroportdan olib o'ta olsak, tamojnidan. Xudo xolasa olib ketib, qanaqa qilib olib ketganlarimni batafsil aytib boraman, videolar qilib. Kanalimga a'zo bo'lib qo'ying, hammasini ko'rsatib boraman. Albatta O'zbekistonimizda sharoit yaxshiroq, ham issiq. Bizga bu Rossiyaga qaraganda O'zbekiston juda ham issiq, havosi gullar uchun juda ham yoqimli. Menimcha stressdan tezda olib chiqib keta olsam kerak. Gullarga doim yengil turpoq kerak. Qanaqa gul bo'lishidan qat'iy nazar harakat qilaman yengil turpoq qilib ekishga. O'zi bu gullarda hammasini
bitta chirinkasidan, bitta anaqasidan so'rab olib o'stirganman hammasini. Bitta mana shuni ham kichkinagina shoxchasidan sindirib berishgan, o'stirganman. Dollar gulimdan menda yana bitta bor. Mana bunisini ahvoli yaxshi. Barglari katta, ozgina chang bo'lib qopti, yuvib qo'yamiz. Gul boshqa tuvakka olaman deganim uchun yuvmagandim. Bugun yakshanba, dam olish kuni. Bilasizlar, Rossiyada ishlamasak bo'lmaydi, ishlashga kelganmiz. Shu uchun yakshanba kuniga yuvib gullarimga e'tibor qilib turaman. Bu gulim ancha yaxshi bunisiga qaraganda. Mana shuni hammasini bitta kichkinagina mana shunchagina shoxchasidan o'stirib olganman. Menda yana bitta Monstera sorti esimdan chiqib ketdi. Monstera guli deyiladi. Bu gulim ham juda ham katta edi. Barglari katta bo'lib, juda ham zo'r bo'lib ketgan edi. Noto'g'ri sug'orishdan bu gulimni tomirlarini chiritib qo'yib, e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, mana shunaqa korechneviy bo'lib, jigar rang bo'lib, barglariga dog' tushib, e'tibor qilmaganman, ish bilan bo'lib, farzandlar bilan bo'lib, chirib ketgan tomiri va 2 dona shunday barg qilgan edi. Buni almashtirdim, tuvagini almashtirdim. Nimaga ekib qo'yibman, prozrachniy, oddiygina suv ichganimizda baklashka bo'shagan, o'shani teshib tuvak qilib ekib qo'yibman. Chunki ko'rib turibman, endi nazorat qilib turibman, chirib ketmasligi uchun. Yana bu juda ham yaxshi ekan, prozrachniy tuvaklar juda ham yaxshi ekan. Men e'tibor qilmaganman oldinlari. Mana yangi barg chiqardi. Persatka qilganimga 1,5-2 oy qoldi. Qishda o'rtasida persatka qildim buni. Yangi barg chiqardi. Hozirgi holati juda ham yaxshi. Tagidagi ikkita kichkinagina bargchalar, bular limon, mandarin donakchalarini farzandlarim tiqib qo'yishgan, ko'karib chiqqan bular ham. Mana bu kitayskiy roza gulimni ham juda ham yomon holatga tushib qolgan edi. Kesib tashlaganman va mana ko'rib turganlaringdek juda ham yaxshi, svej bo'lib yangi barglar chiqaryapti. Xo'p, bo'lmasa boshladik. Ovozimga e'tibor bermaysizlar, tomog'im ozgina og'rib qolgan. Turpog'i juda ham yaxshi, yengil. Lekin qo'shimchalar qo'shib ekmaganman turpog'iga. Hech qanaqa qo'shimchalar qo'shilmagan, oddiy universal turpog'ida ekib qo'ygandim, chunki yo'g'ida qolmagan edi. Ya'ni shuni ekib qo'ygan edim. Faqat yakshanba kuni vaqtim bo'ladi. Bir xil vaqtlari shu yakshanba kuni ham ishda bo'lib qolishim mumkin. Shuning uchun vaqtim bo'lmagan. Tomirlari yaxshi. O'zi dollar gulida unaqa ko'p tomir bo'lmaydi. Tomirlari juda ham yaxshi holatda. Ekan bu. O'zi bu dollar gulim ikkita uchtasini bir qilib ekib qo'yganman. Mana ip bilan o'rtasidan bir-biriga bog'lab, hozir shuni bittasini ajratib olamiz. Menimcha tuvagi ham kattalik qilib turibdi. Bu kichkina tomirga shunaqa katta tuvakda ekilgan ekan. Qarang.
turpog'i judayam yaxshi. Yengil turpoq. Astagina bo'lib olishimiz kerak. Bismillahirrohmanirrohim. Tomirlariga ziyon yetkazmasdan shu qilaman. Tomirlari ozgina qanaqadir qora nimalar bor ekan. Menimcha yaxshi holatda tomirlari. Chirib ketgan deb bo'lmaydi, chunki mana bu yerda tushib qoldi. Da chirishlari bor. Bor chirishini juda ham kam. Mana bu yangi tomirlar chiqaryapti ekan. Mayli. Lekin bizga mana bu kerak emas. Buni sindirib olamiz. Bunisi ham kerak emas. Bunisini ham sindirib olamiz. Bu ham kerak emas. Mana bu joylariga aktivirованный угол sepib qo'yamiz, chirib ketmasligi uchun. Tabletkasi bo'ladi, juda ham arzon turadi. Tabletkasidan olsalaring ham bo'ladi. Yoki oddiygina древесный угол ham bo'ladi. Древесный угол maydalab sepib qo'ysak ham bo'ladi. Xo'p, bu lekin juda ham kam tomirga tuvak topishimiz kerak hozir, chunki juda ham tomiri kam ekan. Biz ko'ramiz. Endi bunisi ham bu gulimizni ham kichikroq tuvakka ekamiz, chunki bu hozirgi olgan tuvagimiz aniq kattalik qiladi. O'zguncha eski turpoqlarni tushirib tashlaymiz, juda ham zich bo'lib ketibdi turpoqlari. Oldingi turpog'ini ajratib tashlamasdan, olib tashlamasdan shunday ekib qo'ygandaman. Balkim o'shaning uchun ham holat u darajada yaxshi bo'lmagandir. Tomirlari juda ham kam ekan. Bu darajada ko'p bo'lmaydi. Tolstenkan tomirlari. Qaranglar, mana bu juda ham xunuk turibdi. Bitta bo'lib o'sib ketgan. Bularni kesib taylasam kerak. Xo'p. Shuncha eski turpoqlarni ishlatmaymiz. Hozir men tuvaklar topib qaytaman.
Mana shu ikkita tuvakni olib keldim. Kattasini sariqga, kichirog'ini bunisiga ekib ko'ramiz. Menimcha to'g'ri keladi. Hozir bu katta ko'rinayotgani bilan unaqa katta emas. Juda ham mos tushadi. Ozgina tozalab oldim stolning ustini. Eski turpoqlarni tashlab olib va menda tayyor turpoq bor edi. Shuni topdim hozir. Buning ichida qo'shimchalarga boy turpoq tayyorlab olganman o'tgan safargi gullarimga o'shalardan qolgani paketga solib olib qo'yganman. Drenaj o'rniga mana bunday pupka deyiladimi? Shulardan tagiga solib qo'ysalaringiz bo'ladi. Men nimaga ko'proq bunaqa narsalarda olmayman, chunki biz nasib qilsa avgust yoki sentyabr oylari umuman qaytib ketmoqchimiz O'zbekistonimizga. Shu uchun gullarimni olib ketayotgan bo'lsam, baribir to'poqlarini, tuvaklarini hamma yo'g'ini tashlab ketishimga to'g'ri keladi. Hammasi bular vaqtinchalik. O'shaning uchun shunaqa uyda bor, oddiyroq, kam xarchroq turpoqlardan foydalanaman. Shunday bo'lsa ham, Allohga shukr, gullarim juda ham yaxshi, yam-yashil. O'zlarini yaxshi his qilishadi. Boshladik. Murskoy shasti mana bu gulim rosa ochilib bergan o'tgan yili. Bu yil ham ochilgan turgan edi. Lekin kesib tashlaganman. Kuch ketib qolmasin guliga deb eskirgan edi, chunki nasib qilsa yana ochilishga tayyorlanadi. Endi bizda bahor bo'lyapti. Endi hali unaqa O'zbekistondaqa yoz bo'lib, bahor bo'lib ketgan yo'q, ya'ni issiq bo'lib ketgan yo'q. Yana bitta turpoq bor edi. Tayyor. Kokosovый chips, buni ko'p kokosovый chips. Spetsialniy orxideyalar uchun sotilayotgan turpoqni olganman, lekin u darajada yoqmagan menga, chunki ko'proq musor edi ichida. Shu kokosovый chipsga qaraganda ekib ko'rganman. Gulimni o'zini yomon his qilgan, chirib ketgan tomiri. Mana shu monsterani detkasi bor edi yonida. O'shani ekib ko'rganimda juda ham chirib ketgan. O'shaning uchun отдельно qilib paketga solib qo'yganman. İşte mana bunday penalarni ajratib olib, hozir ekib olamiz. Mana bu turpog'imiz tarkibi, bunda ko'proq kokosovый substrat. Buni spetsialniy sotib olganman. O'tgan safar yeb etganimda juda ham ko'p ekan. Ichiga mana bu keramziti bor, ichida asmakot bor, universal turpoq olgan edim. O'shalardan. Xo'p, boshladik. Ekib olamiz gulimizni. Turpog'imiz kokosovый substrat, oddiy universal turpoq va kokosovый chipsdan juda ham kam. Ichida tialit, kremzit, asmakot juda ham kam, ko'p emas. Shunday bo'lsa ham bor foydasi. Xo'p, boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Ekib olamiz gulimizni. Shuni qo'yib biz
2 xonali kvartirada edik. Ko'chib kelayotgan vaqtimiz, bir xonaga ko'chib kelganmiz. 2 xona topa olmasdan. Iloji yo'q, ko'p narsani tashlab yuborganman, tuvaklarni, lopatkachаlar специальный, чтобы ekishga ko'p narsalarim bor edi. Tashlab yuborganmiz, kerak emas narsalarni. Iloji yo'q, chunki farzandlarimning narsalari ko'p, kiyimlar juda ham ko'p. Biz почти 7-8 yildan beri Rossiyadamiz. O'zbekistonga 3-4 yilda bir marta 2 haftaga borib kelamiz. Hamma narsamiz shu yerda. O'shaning uchun narsamiz juda ham ko'p. Bir xonali kvartirada siqilib qolamiz deb ko'p narsani irqitib yuborganman kelishimizda, ko'chib kelishimizda. Uchun hammasi qo'lda ekiladi. Bor tuvaklar topib boricha baraka qilib ekyapmiz. Aytga buyurmaysizlar, hamma narsa mana bunaqa paketda. Ko'pchilik blogerlar chiroyli qilib konteynerlarda, ish qurollari chiroyli, lekin mana oddiygina qo'lim va oddiygina paketlardan foydalanaman. Iloji yo'q, chunki biz begona yurtdamiz. Ko'p narsalarni tashlab yubordim. Kerak emas narsalar juda ham ko'payib ketgan edi o'zi. O'shaning uchun hozircha shunisiga ham shukr, Allohga shukr. O'zbekistonga ketsak, nasib qilsa inshaalloh gullarimni ko'p qilib ko'paytirib olmoqchiman. Katta gigant gullar menga juda ham yoqadi. O'zimizda perlit, vermikulit, shunaqa narsalar juda ham zo'r. Qop sotib olsangiz bo'ladi. Hovlimiz katta, nasib qilsa, Xudo xolasa albatta videolar qilib ko'rsatib turaman sizlarga ham. Bu yerdagi gullarimdan ham olib ketmoqchiman. Ayniqsa murskoy shastini juda ham yaxshi ko'raman. Uni olib ketaman. Женский shasti bor, spatifilum deyiladi. Uni olib ketishga harakat qilaman, chunki kichikroq gullarim. Monsterani juda ham yaxshi ko'raman. Любимая moya. Buni ham olib ketmoqchiman, bilmadim. Xudo xolasa nasib qilsa olib ketmoqchiman bularni ham. Albatta qanaqa qilib olib ketganimni hammasini sizlar bilan bo'lishib ko'rsatib borishga harakat qilaman. Kimgadir balkim foydasi tegib qolar. Sizlar bilan gaplashib, lekin men tuvakda adashtirib ekib qo'ydim. O'zi oq tuvakka ekishim kerak edi, chunki kichikroq edi. Ko'ryaptimi yo'qmi? Yoki bir xilmikin? Yo'q, menimcha bu tuvakka ekishim kerak edi, sariqqa ekib qo'ydim. Nima qilamiz? Astagina bo'shatamiz. Xo'p, mayli. Bismillah deb bunisiga ekamiz. Tagdagilar juda ham ko'plik qildi menimcha. Yonlariga qo'yib yuborsak bo'ladi. Turpoqlarni bosib ekib olamiz. Yiqilib ketishi mumkin, chunki og'ir. Mana o'ynab qolmasligi kerak. Tomiriga havo kirib chirishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha turpog'ini bosib ekamiz. Bu turpoq zichlashib ketmaydi. Qo'rqmasdan bemalol bosib eksak bo'ladi. Birinchi gulimiz tayyor. Endi ikkinchisi. Bismillahirrohmanirrohim. Boshladik. Chuqurroq ekmasak yiqilib ketishi mumkin bu gulimiz ham. Chunki
tanasi og'ir, tepasi o'sib ketgan. O'z tepasidan ham streshka qilib kesib tashlaymiz. Kerak emas. Bu gul juda ham tez o'sadi. Ko'pchilik biladi. Rosa ham beor gul. Xudo xohlasa O'zbekistonimizda gullar uchun, ishlashim uchun, ish qurollar, chiroyli tuvaklar, gullarim uchun o'zini joyini, hamma sharoitini qilib olamiz. Lekin bu yerda iloji yo'q. Bu sharoitida boriga baraka qilib, bor narsadan foydalanib, qo'lda ekyapman. Negativchilar aybga buyurmanglar. Mana. Chiroyli ekib oldik. Xo'p, hozir men bir pasilla yig'ishtirib olib qaytaman. Stol ustini yig'ishtirib olishimiz kerak, gap aytsinmi? Hozir kesamiz. Ozgina tartibga solib oldim. Endi kesib chiqamiz. Xo'p. Sal balandroq. Boshladik. Mana bu juda ham tepadagi kerak emas bu. Buni shu yerlardan kesib tashlasak bo'ladi, chunki kattarib mana bu yondagilar kattaradi, tez o'sadi, juda ham yiqilib ketishi mumkin. Shuning uchun qo'rqmasdan kesib olsak bo'ladi. Mana bu shoxini ham ko'rib turganingizdek barik qolmagan. Buni ham kesmoqchiman. Mana bu shoxini ham xo'sh, qayerroqdan kessam? Roqdan. Ketavay mana bu yerroqdan. Kesamiz. Bularni ham tashlab olmaymiz. Suvga solib qo'yamiz obязательно. Donishlarga ekib berib yuborsak xursand bo'lishadi. Mana juda ham chiroyli. Gulimiz. Bunga stressdan chiqish uchun ipin yoki sirkon sprey qilamiz. Men bugun sirkon ham bargiga, ham tomiriga stressdan chiqish uchun albatta foydalanaman. И Carnivien тоже. Carnivien ham bor mana tomirlarini o'ziga kelishiga, o'sishiga, tomirni o'sishiga foyda beradi. Обязательно Carnivien ham qo'shib yuboraman. Endi mana bunisi. Bu ham juda ham egilib ketgan tomirlari ozgina to'polgan bo'lib qolibdi. Xo'sh, buni ham shu yerdan kesib olaman. Kesib olamiz.
buni ham kesib olamiz. Shu yerdan kesib olsak bo'ladi. Juda ham chiroyli. Tomirlatib ekib yaqinlarimizga bersak xursand bo'lib qolishadi. Mana bunisini ham kesib oldik. Ikki xil usulda o'stirmoqchiman. Bunisini pastidan boshlab o'ssin. Fishni bo'lib mana bunday aylanib. Bunisini tomiri qalin, faqat tepasi shapchika bo'lib o'stirib ko'rmoqchiman. Ko'ramiz. Menimcha ikkalasi ham juda ham chiroyli chiqadi. Xunuk gulli o'zi bo'lmaydi. Mana bu kesib olgan cherenkalarimizni albatta hammasini tomirlatishga qo'yib, kimga kerak bo'lsa berib yuborish kerak. Chunki bularni tashlab yuborish ham uvol. Shunaqa yaxshi sochni cherenkalar. Gullarimizni ekib oldik. Endi обязательно bularga stressdan chiqish uchun sprey qilishimiz kerak dorilardan. Menda yantarniy kislotadan ishlatganman oldin. Yaqinda epin bilan sirkon oldim. Ishlatib ko'rmoqchiman. Birinchi marta, lekin rosa maqtashgan. YouTube'da ham ko'p videolarda ko'rganimni maqtashgan. Hozir sirkonni sprey qilaman. Vannaga borishim kerak gullarimni. Shuning uchun unisini sizlarga ko'rsata olmayman, lekin sirkon ham bargiga, ham tagiga sprey qilib sug'oraman. Mana bunaqa karnavian tomirlari uchun juda ham yaxshi, foydali. Mana shundan ham 1 litr suvga 1 gram sug'orib sug'oraman. Bugun o'zi gullarimga udubreniya berishim kerak. Mana shu sirkondan beraman bugun. Hammasiga bir xil qilib, ham bargiga, ham tomiriga. Kanalimga a'zo bo'ling. Yangi bo'lsangiz, kuzatib borgan bo'lsangiz, videolarim yoqqan bo'lsa, like, kommentariyalarda yozinglar. Xatolarim bo'lsa, uzr so'rayman. Agar bilgan, o'tkazib yubormagan yoki noto'g'ri gapirganlarim bo'lsa, fikrlaring bilan bo'lishsalaring xursand bo'laman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda uchrashguncha.